Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Biz Tojikiston Respublikasi poytaxti Dushanbe shahrida va shu Tojikiston Respublikasining tumanlarida o'tkazilayotgan Navro'z shodiyonalaridan umuman mana shu yerdagi odamlarning sharoitlari, kundalik mana shu nima bilan shug'ullanishlari, umuman qiziqarli voqealar haqidagi reportajlarimizni davom ettiramiz. Bugun O'zbekiston Respublikasidan bir guruh delegatsiya a'zolari Tojikiston Respublikasida o'tkazilayotgan Navro'z sayli, Navro'z bahonasida bu yerga tashrif buyurganlar. Biz ham mana shu bir necha tumanlarning delegatsiya a'zolari Tojikistonning poytaxti Dushanbe shahrida yuribmiz. Mana ortimizdagi ko'l ilgarigi mana shu Sovet davrida Komsomol ko'li deyilardi. Ana shu Komsomol ko'li bu mana shu biz turgan joy esa Ko'hi Navro'z degan katta bir saroy, katta bir anjumanlar saroyi. Bu yerda masalan mana shu butun atrof, butun borliq ko'rinib turadi. Endi yana bitta tomoni qiziqarliki, bu bugun ob-havo ham qarashgan. Xuddi bir hali buyurtma ob-havo deydi-ku, ana shunday ob-havo bo'lgan, juda chiroyli, osmon ham mana musaffo turibdi. Bugun bayramning qanchalik bir chiroyli o'tkazish mumkin ekanligini va xalqning emin-erkin yurishini ta'minlab beradigan chiroyli bayram bo'lgan. Albatta bizni kuzatib borasiz. Biz bundan ham qiziqarliroq ko'rsatuvlarni, lavhalarni sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Jo'raqul Tursunov, Ergash Tursunov, Tojikiston Respublikasi poytaxti Dushanbe shahridan tayyorlandi.